izingiz umuman sezilarsiz holatda bo'lib qolibdi. Вообще zo'r. Ochoklaringiz ozgina ko'proq, ko'z ochib yumishga ozgina qiynalib turishingiz mumkin, yana 3-4 kun. Hozir iplarni olib berganimizdan keyin, asosiy shishlarni so'rilgandan keyin yengilgina ochib yumasiz, xo'p? Vaqtida qiynalmadingizmi? Yo'q, bo'ladi. Bunaqa og'riqlar bo'lmadimi? Kiymoqchi bo'lganlar nima deysiz? Kelsinmi yo'qmi? To'y qizmay turasiz, makiyaj 1 oy mumkin emas. Nimadir so'raman bunga? Yo'q, sizda jarohat yaxshi bityapti, surish shart emas. Bular o'rtadan yopishtirilgani uchun tepasida shish ko'p qilib qo'ygan, ko'ryapsizmi? Mana bu joyda shish ko'p hozir kesmani ustida. Ular ketib mana bundan silliqlanadi. Ko'ryapsizmi? Ha, cho'tki turibdi. Hozir men do'yingizni ham bitta eslataman. Ko'ryapsizmi? Umuman ortiqcha terisi qolmagan, ajinlari qanaqa silliqlangan. Вообще ideal.